Biz ko'pincha mo'jizalarni uzoqlardan qidiramiz, lekin ular yonimizda. Hatto oddiygina hakkaning harakatlarida ham yashiringan. Alloh bu qushga shunday zakovat berganki, u boshqa ko'plab jonivorlardan ajralib turadi. Hakkalar o'zini ko'zguda taniy oladi. Bu ularda menlik hissi borligini bildiradi. Shuningdek, ular yuzlarini eslab qoladi. Bu kichik bir qushning miyasiga shuncha ma'lumotni joylagan zot uni shunchaki yaratmagan. U yaratuvchining cheksiz mahoratiga bir ishoradir. Hakka yaltiroq narsani ko'rsa, o'ziniki qilishga urinadi. Ba'zi insonlar ham xuddi shunday. Dunyoning vaqtinchalik yaltiroq ziynatlariga aldanib, asl haqiqatni unutib qo'yadilar. Boshqalarning hayotiga hasad bilan qarash, o'zgalar mulkiga ko'z tikish bizni hakka darajasiga tushirib qo'ymadimi? Keling, tabiatan faqat go'zallikni emas, ibratni ham olaylik. Yaratilgan har bir jonzot bizga qanday yashash kerakligini yoki kerak emasligini o'rgatuvchi darslik deb qaraylik. Kuningiz ajoyib o'tsin, kasb-koringizga baraka bersin.